Bo'ylam karavotchi shartni bajarolmay chichib qo'ydi har doimgidek. Birinchi marta chichishyapmiz buni. Bo'lajonim, eplolmadim. Molda semirib ketganmiz o'zi. Ushlab ket. Yopti qo'y. Nima tushdi? Telefonim tushdi. Onasini telefon ham tushib ketaman. Endi o'z telefon ham ketgan. Ha. Bir kontent qilamiz deb telefon ham tushib ketdi. Mana bo'lajonim boshladi. Mana bu yerda sekindometrda qo'shdik. Qani bo'la tezdas 3 minut vaqting bor. 3 minutda tushib chiqishing kerak. Mana sekindometr ketyapti, bo'la ham boshladi. Qiynalyapti juda. Iloji boricha videoga maksimal darajada like bosib turinglar, kommentariy yozinglar. Shartlar yoqayotgan bo'lsa. Bundan-da keyingi videolarda qanaqa shartlar qo'yishimiz haqida ham yozib ketsalar, iloji boricha harakat qilamiz. Videolar qo'yishga. Davay bo'la tezlash, o'ga ishonma ko'p. Ishonma, sinib ketadi. Davay bo'la ketdi. 38 sekund o'tdi. Yo'q, qo'ya. Bu sekindometr sekin ishlaydi mana. Mana bo'lajonim boshladi. Mana shunaqa qiziqarli videolar ko'rish uchun iloji boricha kanalga obuna bo'linglar. Bo'la qiynalyapsan, qiyin bo'lyaptimi? Tezlashamiz. Bo'la yiqilib ketmaysan, qo'rqma. Nima uchun joningni o'ylaysan? Yiqilishdan emas. Davay. Hali yarmiga ham bormading. Chiqishda zo'r, asa yo'lni o'rgataman endi keyingi safar. Tek turda oyog'i uchi bilan qo'ydagi ko'ttimdaqa to'qayib, ikki qo'li bilan anaki. Telefon kisada tashab beradi. Davay. Ishonaman senga bajarasan. Yarmiga ham bormadi biz böyle. Nima, böyle bo'lmaydigan bo'ldimi? Ha? Bajara olmaysan. Mana aka, o'zi 2 minut ketdi. Mana bo'lajonim boshladi. Mana bu yerda sekindometrda qo'shdik. Qani bo'la tezdas 3 minut vaqting bor. 3 minutda tushib chiqishing kerak. Mana sekindometr ketyapti, bo'la ham boshladi. Qiynalyapti juda. Iloji boricha videoga maksimal darajada like bosib turinglar, kommentariy yozinglar. Shartlar yoqayotgan bo'lsa. Bundan-da keyingi videolarda qanaqa shartlar qo'yishimiz haqida ham yozib ketsalar, iloji boricha harakat qilamiz. Videolar qo'yishga. Davay bo'la tezlash, o'ga ishonma ko'p. Ishonma, sinib ketadi. Davay bo'la ketdi. 38 sekund o'tdi. Yo'q, qo'ya. Bu sekindometr sekin ishlaydi mana. Mana bo'lajonim boshladi. Mana shunaqa qiziqarli videolar ko'rish uchun iloji boricha kanalga obuna bo'linglar. Bo'la qiynalyapsan, qiyin bo'lyaptimi? Tezlashamiz. Bo'la yiqilib ketmaysan, qo'rqma. Nima uchun joningni o'ylaysan? Yiqilishdan emas. Davay. Hali yarmiga ham bormading. Chiqishda zo'r, asa yo'lni o'rgataman endi keyingi safar. Tek turda oyog'i uchi bilan qo'ydagi ko'ttimdaqa to'qayib, ikki qo'li bilan ushlab ket. Yopti qo'y. Nima tushdi? Telefonim tushdi. Onasini telefon ham tushib ketaman. Endi o'z telefon ham ketgan. Ha. Bir kontent qilamiz deb telefon ham tushib ketdi. Anaki. Telefon kisada tashab beradi. Davay. Ishonaman senga bajarasan. Yarmiga ham bormadi biz böyle. Nima, böyle bo'lmaydigan bo'ldimi? Ha? Bajara olmaysan. Mana aka, o'zi 2 minut ketdi. Bo'lam karavotchi shartni bajarolmay chichib qo'ydi har doimgidek. Birinchi marta chichishyapmiz buni. Bo'lajonim, eplolmadim. Molda semirib ketganmiz o'zi ham. Karavotchi gapni lo'ndasi bo'lamiz, bizda shartni bajarolmadi, eplolmadim. Ha, telefonim bu yerda. Endi navbat bizniki do'stlarim. Shartni xudo xolasa men yorib chiqaman degan umiddaman, endi bilmayman. Bo'lajon, taassurotlar qanaqa? Taassurot bo'lmadi. Qo'r ustim kirib bo'lgani qoldi desam. Yo'q, mayli. Endi mayli, muxlislar uchun javobimiz. Mana nasibsa bo'ylan boshladi mana. Xudo xolasa. Endi ko'rasan-da endi. Mana speedometrni qo'shamiz endi bu yerga. Karavotchi ketdim bo'la. Mana qo'shdim men. Men albatta kelaman. Aha, mana ketdi. Ketyapti mana. Xudo xolasa.
Daraxtga chiqib yuribman deydi. Qani ko'ramiz-da. Bo'lmasa Qani harakat qil endi. Bizga oyoq yalang o'zi bo'lmasligi aniq narsa. Ana haydi. Ketyapti lekin. Aha. Borda ancha joyga. Choylarni chiqib. Короче, men ham eplolmayman bular. Qaytdingmi? Daraxt oyalang bo'lmasa yaxshi. Ha, o'zi hechgina qiyin bo'ladi. Hamma joy rasul bo'lgani qol. Ha, endi bir harakatda bizniki ham. Tushunmadim bunaqa shartlar, qanaqa bo'lar. Mana o'zini sizga. Endi bir harakatda bizniki. Bo'lmasmidi? Ha, Endi shuncha mehnat qildik, bir like bosinglar. bosinglar endi. Otog'am kim mehnat qilmadi. Bular bizi. Yoshligimda mana shu. Короче, to'g'risi aytsam, juda qiyin ekan yoshlikda bilmadim, bezatga chiqardim. Yo'q bulardan qandaydir. Hay, So'pan chiqmay, короче. Bu avvalambor eng katta minusim men oyalang zo'r chiqaman deb o'yladim. ha, Nihoyat navar toyib ketaverdi. Endi xudo xolasa bu videoda eplolmadik. Xudo xolasa keyingi videoda albatta shartni bajaramiz. Sizlardan iltimos iloji boricha kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyaga qoldiringlar. Shunga qarab xudo xolasa hamma narsa qilishga tayyor harakat qilamiz. Keyingi videoda обязательно o'xshataman xudo xolasa. Davay, rahmat hammaga.